Assalomu alaykum. Bigjon o'z kanalining obunachilari, aziz Samarqand Tika bozor keldik. Hozirgi kunda tikalar narxi qancha bo'lyapti, necha pulga sotilyapti, hozirlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kanalimizda yangilar, mehmonlar bo'lsa har doimgidek obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Endi like'larni qizartiramiz akalar. Like'larni ko'paytirib, kommentariyaga akalar o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Qanaqa mashinalar obzor qilaylik, mashinalar qayerlarni ko'rsataylik. Hozir mashinachani akalar uyda harakatda qo'shni birinchisini obzor qilamiz. Avtokirit xizmatlari bo'lsa akalar kanalimga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Avtokiritga mashina chiqarib beryapmiz. Mashina ko'p akalar Samarqandda, mashina narxi ancha tushgan, shuning uchun kuzatib borishni davom etamiz. Unda like'lar bosamiz akalar. Endi chiqamanmi? Ha. Tikochamiz akalar sportivni qilingan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashinacha akalar jinnicha akalar ko'rishlaringiz mumkin. Endi like arziydimi akalar? Mashinacha akalar. Afshim navorati zo'r. Legenda deb yozib qo'yibdi. Endi legenda bo'lsa kerak. Shu tarafiga qarangiz. Plonkani yopishtirilgan kapotchasiga. Diskachalar akalar. Toshbaqa diskachalar qo'yilgan zo'r. Kimdan ekan mashina? Egasi kim ekan? Bilimli bolalarga skidka bor ekan. Alim mashinagami? Bo'ldi. Mashinachamizni yil aka 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Aka bu sportini qilingan ekan mashina. Navorati zo'r, hammasi buning. 2022-yil 0 dan terilgan mashina. 2022-yil. Bu qancha ketgan ekan xarajati? Sir bo'lmasa. 5000 ketgan. Narxini qancha deyapsiz hozir? 30 million so'm. 30 million. Akalar qilgan navorati o'zi bepulga qolar ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Monitorchalar sizda ham kerak. Aka necha pul savdo qilyapsiz? 25 million qilyapman, bermayaptilar. 28 gacha bilan deyaptilar bor. 28 million deyapti. 25 million qildim, bermayaptilar. Olyaptimi o'zim? Olyapti. Qayerdan siz Bunday aka? taxlasi ham borki, bu shunga bu 5000 dollar xarajati bo'lgan. Hamma joyini olyapsam? Hamma joyini olyapman. Mana sedenalar ko'ryapsizlarmi akalar? Sedenalarni o'zi 500 dollar turadi. 500 dollar turadi. O'zbekiston bo'yicha bitta mashina. O'zbekiston bo'yicha. Dunyo bo'yicha bitta desa ham bo'ladi buni. Shunday aka. Zo'r aka. 22 million bo'ldi. Hamma joylar. Mashina jinnisi aka. Kayf qilib maza qilib yuradigan mashina. Bitta olangizlarchi mikrofonni. Diskachalar ko'ramiz akalar. Shim jinni. 5000 dollar Navrotiga ketgan deyapti akamiz. Yana mashina narxi 30 million akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bitta o'lancha aka bir mazza qilib eshitsin odamlar. Navbatda tikamiz. Yili necha ekan buni? 99-yilda ishlab chiqarilgan. Qayerda mashinasi? Ulug'bor. Qancha so'rayapsiz? 15 million kam bor ekan. 15 million kami bor. 12lik balonlarda ishlari pulga yarasha akalar. Ishlari normal aka. Aka tapchkani olib qo'yaman. Instagram tapchkamiz. Ha, tapchka ham berilmaydi. Tapchka berilmaydi deyapti. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik 577 577 94 14. 10 millionga berasizmi? Haq qilgan bo'lsa 10 beraman. million ha? Haq qilgan. 10 millionga beramiz. Hozir yana arzonlar chiqaramiz. Syomka qilamizmi? Navbatda tikamiz. Motorga Yili necha ekan aka? 97. Kraska sepilgan ha? sepilgan. Kraska sepilgan 97-yilda ishlab chiqarilgan. Amortizator mana hamma Hammasi yaxshi. Motor, korobka hammasi zo'r deyapti. Balonlar yangi 12lik balonlar qo'yilibdi. Qancha aka bu narxi? bu 18 million. Aka, assalomu alaykum. 18 million kami bor. Katta Qurg'onnikimi? Yo'q, bu shahardagi. Samarqand shahriniki ekan. Gazi bor ekan propon akalar. Ishlaringiz mumkin. 18 million kami bor.
Gazga ruxsat bor aka. Bitta nomeringizni ayting. Yilliklik Qayerdansiz boja? 589 59 59 yillik. Nechi pul aka taqilgani? 1300 dollar bo'lsa bera olamiz. 1200 bo'lsa beramiz deyapti. Holichasi zo'r. Shumkagacha bo'lgan ekan tanish. Buni yil necha aka? Hozir 1 minut boja. Xo'sh. Yilitek olaylik. 98 yil aka. 98 kraska Tomdan pasti bo'lgan. pasi bo'lgan. Ha. Xadavoy motor olli polni bo'lgan. Motor xadavoyga javob aka. Qancha so'rayapsiz? 18 so'rayapman aka jon. 8. Butunami joy? Butun arqa olli butun endi bo'ladi-da, ya'ni eski mashina bilasiz. Balon shunday. Eski mashina olib. Zo'r desa bitta bir pachisiz kelsa ana bloger yolg'on gapirgan ekan deydi, bilasiz. Ha, shunday. Shumkagacha bo'lgan ekan. Ha. Zakonov ishchi qo'lcha hammasi chotki bo'lgan. Nomeringizni ayting. 98lik 98lik. 222 Ha. 4101. Bu ham shaharniki. Shaharniki ana Shaharniki. generalga chiqadi aka. Motorga javob beraman. Variantga yo'q. Ha? Variantga yo'q aka jon. Variantga Variantga yo'q. bera olmayman o'zim. Telefon qilaverasiz, ha. Bemalol boshqa. Motorni tosh ko'rsatamiz. Bu lekin men undan ziyodiga bera olaman-da. Bunaqa qiladigan. Shu mingingizni berib qolganini bo'lib bersangiz beraman. 18 deyapman. Kelishamiz. 18 Generalga akalar. qilib to pulni bergancha. Taqilgani 18 million deyapti. Aloqaga chiqaramiz. Samarqand shaharida mashinamiz. Bojon mashina yaxshi. 10 millionga ham bor akalar. 8 millionliklari ham bor. Akamizdan bir reklama qilib ketak, tog'amizni Tika bozorida orqa tarafdan osh pishiradi. Har doimgi o'zimizning akalarimiz. Tog'a hormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaymaysizmi? Osh qancha bo'lyapti, tog'a? Sizni mana shu O'zbekistonda hamma kuzatib boradi. Nima uchun tog'amiz chiqarmayapsiz? Osh nechi pul? Qanday pishiryapti? Tog'amiz osh pishiryapti. Men Avid bo'ldi. Avid malga hammaga mana osh narxi juda ham arzon. Bir kishilik osh qancha bo'lyapti? 35 ming. Non, choy, salat ichida. Mana kelishlaringiz mumkin. Tika bozor orqa tarafda akamiz, o'zimizni akalarimiz tanish. Osh pishiradi, oshi arzon. Bitta post sizib bering. Oshi ham akalar kam emas, chiroyli qilib sizib beradi. Go'shtlari ham chiroyli qiladi. Bundan tashqari shashlik ham, pirojki ham hamma narsasi bor. Kelib, bemalol osh yeb ketishlaringizni tavsiya etib qolamiz. Tika bozorda. Ha. Mana oshlari. Kelaverasizlar. Osh yemoqchi bo'lganlar, moshin bozordagilar kelib, tog'amiz chiroyli qilib chizib beradi. Ishlari salqingina, shinamgina mana kelishlaringiz mumkin.